bir 10 kunlik og'riqlar bo'ldi. Dori ichyapman, ta'sir qilmayapti, ukol olyapman, bilmayapman. Xonaman mahsulotidan olib ichuvdim, ukam tavsiya qiluvdi. Qoldi, og'riqlar Xudoga shukr. Men sizlardan hammalaringdan minnatdorman. Keyingi manzilimiz Toshkent viloyati Chirchiq shahridamiz. Ojonam ollari kelganmiz. Ojonam sedana yog'larimizni iste'mol qilgan ekanlar. Ojonam qanaqa ko'rgandi o'zi? Qayerda ko'rgandingiz birinchi marta? Birinchi marta men o'sha telefonda ko'rdim, Instagramlarda ko'rdimda. Keyin qizlar bilan bog'landim. Qabziyat bor edi. Keyin ko'proq undaqa jig'ildan qaynaydi deydimi, nima deydi? Shunaqa bo'lardim. Immunitetim past edi. Dori ichyapman, ta'sir qilmayapti, ukol olyapman, bilmayapman degandim. Xonajon dedi, "Mana shularni ichib ko'ringchi bir" dedi. "Men sizga shuni tavsiya qilaman" deyishdi. Keyin oldim. Yetgan kunim ertasiga olib kelib berishdi. 2 kundan keyin, 1 kundan keyin olib kelib berishdi. Keyin ichishni boshladim. 15-20 kundan keyin juda bilib qoldim foydasini. 35 kun, 36 kun ichdim. Zarda bo'lib jig'ildonim qaynab, nima bo'lishlar yo'q bo'lib qoldi. Qabziyat yo'q. Foydasi juda yaxshi bo'ldi menga. Men sizlardan hammalaringdan minnatdorman. Kompaniyadan minnatdorman. Endi hozir tavsiya qilyapman qo'ni qo'shnimga, qizlarimga da aytyapman-da, senlar ham ichgin. Qora sedanada hech qachon nimasi yo'q. O'limdan boshqa dard nimaga shifo. Hop, biz Farg'ona viloyati Qo'qon shahar Bog'dod tumaniga yetib keldik. Sulton akam oldiga. Sulton akam mahsulotni ichib, ancha yaxshi tomonlarini bilgan ekanlar. Hozir o'zlaridan o'sha narsalar so'rab, aniq qilib sizlar bilan bo'lishamiz. Biz ancha foydalarini sezdik, shu narsani olib. Kam quvvatlarga, bel og'riq, oyoq og'riqlariga ancha foydasi bo'ldi. Xo'p, biz Farg'ona viloyatining Oltiariq tumaniga yetib keldik. Hozir mana Nuriddin akam xonadonlaridamiz. Mana shu Xonaymon mahsulotini farzandsizlik sababi ichib yurdim. Birinchi shu ichganimda bir 10 kunlik og'riqlar bo'ldi. Bellar, yelkalar, oyoqlar 10 kun og'ritdi. Hozir 3-bankasini ichib turibmiz. Ancha o'zgarishlar yaxshi. Xonaymon mahsulot chiqarganlarga rahmat. Davom ettiramiz ishda. Ichadiganlarga tavsiya qilamiz, foydasi yaxshi ekan. Kech bo'lishiga qaramasdan biz hali ham Qo'qonda safarimizni davom ettiryapmiz. Biz hozir Jahongir akam oldiga keldik. Qanaqa mahsulotni olgandingiz, nima bo'yicha ichdingiz, qanaqa foyda ko'rdingiz yoki qanaqa boshlang'ich og'riq nima bo'ldi? Shu haqida biz ikki og'izdan aytib bersangiz aka. Xonamun kasallarini olgandik. Yaxshi o'zgarish bo'ldi. Tomonlashlar ancha qoldi, og'riqlar Xudoga shukr. Ta'siri bo'ldi, yaxshi. Hammaga tavsiya qilamiz. Hali ham safarimizni davom ettiryapmiz. Hozir ayni vaqtda Andijonda Qo'rg'ontepa tumanida turibmiz. Mirzabek akamning oldiga keldik. Xonaman mahsulotidan olib ichuvdim, ukam tavsiya qiluvdi. Ko'proq biz traktorda yuramiz. Traktorda uyqusizlik ko'p bo'ladi. Shuning uchun olib ichuvdim, yaxshi ta'sir qildi. Vodiy bo'ylab safarimiz hali ham davom etyapti. Biz bugun Namanganning Toshbuloq shaharchasida turibmiz. Jahongir akam oldida turibmiz. Shu Xonaymon mahsulotidan oluvdik dadamiz uchun. Xudo xolasa shifosini bildik, effektini bildik. Kutmagandik lekin Alloh nasib qilganiga rahmat. Undan buyog'i Xudo xolasa bu mahsulotlarni qolganlaridan ham sedana mo'yda olgandik. Endi qolgan ko'p bunaqalari bor ekan. Qolganlaridan bir ichib Xudo xolasa foydalanmoqchimiz. Hozir qanaqa mahsulot olib berasiz aka? Sedana mo'yda olib bergandik. Sahrlari bor edi, ozgina yara bo'lib qoldi, yaxshi bo'ldi, Xudo xolasa tuzalib ketdi. Foydasi bo'ldi, effekt bo'ldi shukr, Xudo xolasa inshaalloh.